Assalomu alaykum, hurmatli dehqon akalar. Mana Muhammad aka, yaxshimisiz, tuzimisiz? Mana aka, xudo xolisi sizlardan olingan urug'larning natijasi. O'tgan yili dekalb ekkan edik, 72-40 silos variantidan. Bu yil mana biogenetik Homeland sortidan ekilgan. 10-aprel kuni ekilgan. Suvlar oqyotibdi. Xudo xolisi natijalar yomon emas. Xudo xolisi a'lo darajada. Biz kutgandan ham yaxshi natijalar beryapti, xudo xolisi. Inshaalloh. Bismillah. Mana kechgan holatlari. Endi baloqcha olishga o'tgan. Mana janob. Mana holatlar aka. A'lo darajada. Zo'r kostyumasi, bo'ylari ham o'yinda bo'lsa yana hali bor. 3 metr spakoyna chiqadi. Agar oshiq bo'lmasa. Hozirgi holatiga bu. Aman dehqonchilik Alloh baraka bersin. Dehqon aka ukalar.